5. bölüm. Xizmetining boshqa nayi yo'tkalishi Hoshir uchun to'limi ig'ir zarba bo'ldi. Navoda ehtiyoj yuzasidan bo'lganida edi, Hoshir taqsimotga xo'shallik bilan bo'ysungan bo'ladi. Lekin hozirgi yo'tkalish uningga bir xil jazo bo'lib tuyuldi. U Lu Mingchun bilan bo'lgan ilishishni bundoq oddiyla oxirlashtirishni hargiz xohlamaydi. Lu Shijiga qarshi chiqqanligi uchunla yiroq bir nahiyaga yo'tkib etish bir haqiqat uchun kurashguvchiga qilingan haqorat. Bu xil haqoratning Hoshir hargiz un-tinsiz qabul qilmaydi-da. U oblastga, avtonom rayonga norozilik bildirib xat yozdi. Oblastdan bir kishi chiqib uning bilan suhbatlashdi. Hoshir uningga bu bir xil o'ch elish, naq zarba ekanligini ochiq aytdi. U mana 1976-yilining may bayramini shahardagi uyda orqa-orqadan tamaki chekish bilan buruq turmuliq ichida o'tkazdi. Shuningdek keyin u hech kimga hech nima demasdan beg'ida kesak quyish bilan band bo'ldi. U tong saharda turdi-da, kun issig'icha 6-700 dona kesak qo'ydi. Ondan keyin do'nglikdan to'pi bo'shtib, lay chillaydi. U tushligi pokiz yuyinib kiyim yo'tkaydi-da, xira yo'riq tushib turadigan gullar bilan to'lgan uyida kigiz ustida putlarini sunib o'ltirib olib, butun zehni bilan kitob o'qiydi. Kashqurulqi qorong'u tushgicha yana kesak qo'ydi. Bir nahiya rahbari uchun munosib bo'lmagan bu xil turmush Hoshirga har bilinmagani bilan Roziyaga chidog'siz azob bilindi. U o'z hamrohining buningdan keyin xafaliq tortmasligi, kunlarni jo'shqin, xo'shal-xuram o'tkazishni xohlaydi. Uning qarashicha Hoshir bu xil jo'shqinlik, xo'shallikni jiddiy, jafoli xizmatdan topalaydi. Shuning uchun Roziya Hoshir necha kunlab jiddiy ish bilan bo'lib, uyini unutib qolgan chaqlarni o'zi uchun ko'ngilsiz hisoblamaydi. Belki bu kunlar Roziya uchun xo'shallik, huzur, halovat bilinadi. Chunki bu kunlarda uning chin qalbidan so'yadigan umrlik hamrohi hayotdan xo'shallik qabul qilyotdi-da. Hoshirning o'z vaqtini ma'nisiz ishlarga zoy qilayotganligi, uning o'z hasratini yoshirganligi, buni Roziya tushunadi. Hoshir hech qachon biriga dod etgan emas. U o'z dardini ana shundoq o'z irodasiga yot bo'lgan ishlarni qilish, ilojsizlik sababi bilan o'zini bir xil sun'iy jasoratga zo'rlash orqali ifodalashga odatlangan. Butun yoshligini qayg'uli, xo'shallik kunlarini Hoshirga bag'ishlagan aqlli ayol o'z erining hozir azoblanayotganligini, azobni yoshirish uchun kesak quyayotganligini sezmaydimi? U Hoshirning qalbidagi dard-alam tumanlarini chiroyli so'z bilan hargiz tarqatolmaydi. Uning hayotini, kundalik turmushini butunlay o'zgartirish, yana uningga yaxshi, ko'ngilli bir amak tepib berish kerak. Roziya shu maqsad bilan Arab Toshpo'latlarni maslahatga chaqirdi. Ular maslahatlashib Hoshirni partiya hukumat rahbarlik xizmatidan ma'rif sepiga qaytarib akilish uchun jiddiy harakat qilish qaroriga keldi. Ular birli vaqtda yezda tamtirab yurgan a'lonimi Xo'lja shahriga qaytarib kirib, o'qituvchilikqa o'rinlashtirish, qolgan umrni yaqin el-og'ilari bilan shaharda inoq ko'ngillik o'tkazishni planladi. Hoshirni ma'rif sepiga qaytarib kelish uchun oblast rahbarligini ma'qul tegizish kerak. Buning uchun yangidan oblastlik ma'rif idorasiga yo'tkalgan qo'rmashni ishga solish kerak. Ular mushu plan bo'yicha idoralar boshliqlarining bo'lim ishg'ollari uylariga erinmasdan kayni-kayni mengishdi. Roziya mushu ishlar bilan har kuni kash qaytadigan bo'ldi. Hoshir o'zimi kesak quyish bilan bo'lib ketgachga Roziyaning nimalarni qilib yurganini so'rab qo'ymaydi. Roziya mutallib bog'chisining kaynidagi ko'chaga kelganda kun o'ltirishga oz qolgan. Cho'kan jala chiqarib, yoshargan sugatlar yopirmoqlari kashki quyoshning qiyipash nurida qizg'ish rangga kirgan teraklar bu ko'chani qorong'ilashtirgan. Ko'chaga suv sepilgan uy-uylarning gupildab gul-chechak purqi kelib turadi. Roziya tabiatning bu xil sovg'alaridan dardlik yuragiga tasalli, oromlik topdi-da, salasuni ko'k sirlangan chiroyli ko'rikdan chaqab o'tib, o'xshashla ko'k sirlangan qiya o'chiq turgan qo'sh eshikning halqasini sharaqlatdi. Xish yotqizilgan yo'ldan to'play bilan mangan yenik chaqqan oyoq tivishi yiqilib keldi-da, Roziyaning oldida birdilla oq bulut orasidan kulib chiqqan to'lin ay, go'zal ay paydo bo'ldi. Roziya go'zal ayning oq manziga soya tashlab turgan uzun kirpiklari orasida alohida bir xil nurlar ichida chaqnab turadigan ko'zlariga qaradi. Go'zal rostli go'zal edi. Uning ko'zlari omoq lavlari kulmoqda edi.
Raziya ixtiyorsiz uni quchoqladi va uning quloqiga pichirladi. A'lo uchun jinim, a'lo uchun quchoqlayman. Qo'yg'ina sarang. Güzellay do'stining quchqidan siliq harakat bilan qutulishga urindi. Sening xofiliqingmi bir go'zallikchimi? Aytqina, nemishqa sen boshqalarni baxtli qilishga qajli qilasan? Yur, uyga ko'chada satlashmagina. Güzellay qizil povaykisi bilan Leylidek qizardi. Yo'q, uyingga kirgil kelmadim. Yur, mutallib bog'chisini aylanib chiqamiz. Bog' ajoyib chiroyli bo'lib ketibdi. Bog' saylisi qilg'ida ko'ngil oromi nada deysan? Kash kirgichilag'am. Güzel yerga qaradi. Uning go'zal kirpiklari chiroyli burnining ikki yeniga soya tashladi. "Manga qara go'zal", dedi Raziya jiddiy turda uning ko'ziga qarab. "Men seni tushunaman. Sen birining beshiga kunchisa ich og'irtadigan oq ko'ngil kuyimchan ayolsan." Güzellay ansizchilik bilan Raziyaga qaradi. "Bir ish bo'ldimi, Raziya?" "Ham bo'ldi, ham bo'lmadi. Yur, birdan bog' aylanayli. Men sening bilan jiddiy bir ish ustida so'zlashgili keldim. Ammo bilib qo'y, bu mening oxirgi yilinishim." Ular bog' ichida xeyligacha ishida gap tuzab, xiyol bilan jimjit qo'ltiqlashib mengishdi. Ular Ahmadjon Qosimlarning qabrisi yeniga kelganda Raziya Güzellayning jaynigidan tortib to'xtatdi. Ular inqilobiy qurbonlarning tarjimonlarini un-tunsiz qoldirmay o'qib chiqishdi. "Güzellay, sen bilan men odam, bular odam. Ularning nurg'unlari bizdan nurg'un yosh ekan texi. Bizmi xalqimizni rozi qilgudek bir ish qilsak, qila olaymiz-ku deyman. Sen qila olishing mumkin, ammo men tugashdim. Bu nima deganing? Sen texi yoshku. Bir artistning o'z talantini ko'rsatadigan vaqti cheklik bo'ladi. Men endi talantimni joriy qila olmayman. Durust, naqshi etishda alayda tuhfa yarata olmasliging mumkin, lekin sen xalqimizni boshqa yo'l bilan rozi qila olaysan. A'loning xizmatini qilib demoqchimi? Dedi Güzellay yerga qarab. Yana shu Hoshir akamning fikrini takrorlamoqchimisan? Takrorlayman. Texi seni majburlayman. A'loning yozgan asarlari to'limi qimmatli. Kelgusida u xalqimiz uchun o'lmas asarlarni qoldira oladi. Meningcha, u biz Uyg'urlar ichida bir ikkisi bo'lsa, biri shu. Shundoq bir kishini baxtli qila olsang, xalqimiz seni hurmatlamamdi. Güzellay yerga qaradi. Vaqt o'tdi, dedi ulug' kichiktinib. Men dadamning yeniga ketaman, hatto Alini muddatiga qoldirib ketaman. Uning ovozi titradi. Raziya uni ikki belgidan tutib o'ziga tortdi. Ko'zimga qarag'ina, bu rost gapingmi? Ketmak oson emas, sen buni bilasan. Har ketadigan chaqlarda ketmading, a'loga tortishding. Endi nimishga ketmoqchi? A'lonurni baxtli qilish uchunmi? Xotirjam bo'l. A'loning baxti A'lonur bilan emas, u Hoshirga hammani aytgan. Qiz uningga bir mahal qattiq berilgan. Shu chaqda A'lo qizga tasalli bo'lsin uchun qiz bilan bir oqshom maqsadsiz birga sayli qilgan. Bu bir oqshom aksicha A'lonurni texmi qattiq umidlantirgan. A'lonur A'loga 100% umid bog'lab, o'z baxtini ko'z-ko'zan qilish uchun senikiga kelgan. Bechora qiz xatolashganini shu kuni bilgan. U asli Güzellay A'loni yaxshi ko'rmaydi deb o'ylagan. Lekin shu kuni u sening uni yaxshi ko'rganligingni, o'zining A'loni yaxshi ko'rganligini, A'loni uning bilan bir oqshom birga sayli qilganligini bilganingdan keyin qanchalik azoblanganligini bilgan. Sen u qiz bilan bir o'rinda yotgansan. U yolg'ondan uxlab olgandan keyin sen asta o'rnidan turib, A'loning rasmini ilib uzoq qaragansan. O'g'lining beshini bag'ringga besib uzoq yig'lagansan. Rostmi? Lekin A'lonur unchalik yomon qiz emas. U o'zini qattiq tutib olgan. Bir oygacha A'lo qaytib kelib menga to'y qilish taklifini qo'ydi. Men u chaqda qanday qilaman? O'zim yaxshi ko'rgan odamimning taklifini rad qilgudek g'ayrat menda bormidi deb o'ylagan. Lekin A'lo 2 oygacha A'lonurni izlab kelmagan. U butun vujudi bilan o'z ishiga berilib ketib, hammani unutgan. Güzellayning lablari xuddi izg'irin shamolda qolgan yaproqdek titradi. A'lonur bechora, dedi gapini davomlashtirdi Raziya. Güzellayning mursiga qo'llarini qo'yib, o'ziga tashnishga tayyor turgan do'stining ko'zlariga tikilib qarab, shu chaqda o'z xatoligini bilgan. U boshqa birining umrlik oshiqini yaxshi ko'rib qolgan. A'lonur bechora Urumchidagi o'z idorasiga qayta xat yozib yurib, yaqinda Urumchidan xizmat topgan. U hozir bir maktabda vaqtliq tantarbiya o'qituvchisi bo'lib ishlab etibdi. Yo'q, dedi Güzellay o'xshashli yerga qarab. Men u qiz bilan A'loni talashqinim yo'q. Bechora murodiga yetsa bo'ptikan. A'lomi balki uni yaxshi ko'rgandi. Uning boshqa qiz-cho'qlarni yaxshi ko'rish huquqi bor.
Bu zamanda kimmi bir ömür biriga bağlanıp ötələydi. Mən onun öyünüşüge bəxtlik bolışıga tiləkdaş. Əliga obdan bir apı tepib bərsila, mən balını qoluğa bermən. Mən öz ata-anamni razı qilishim kerak. Vətəningni, xalqingni-chu, sen bir vicdan egisi. Avu Ahmedcan əpəndining, Abbasov, İshaq beklərinin yüz xatirasini qılmamsına, güzel. Güzəlay Raziyaga tikilib qaradı. Meni nimancha qistaydigansizlar, dedi u zarlanıp, "Manga nemişqa aram bermeysizlar zadi? İnsan dünyada 100 yıl yaşamaydı. 30'dan aştık. Bir ömür qildigan işimizning plani bo'lishi kerak. Yana 10 yil pul, rahat turmush bilan haberlashsak, sen xalqi hech ish qilib berolmasdan dunyodan o'tsan. Bunda hayotning maqsadsiz qimirlaydigan ko'k qurtning hayotining qanday farqi bor? Senze meni pul, rahatga berilgan bir mishchanka deb o'ylaydi ekansan-da. Bo'lmasichu, nemishqa o'z hayot yo'lingni tanlab ololmaysan? Nemishqa xalqqa xizmat ko'rsatish imkoniyati uchun kurash qilmaysan amsa? Güzəlay tatırıb kökürüb, Raziyaның ot chaqnab turgan yo'g'on, chiroyli ko'zlariga qaradi. Raziya so'zini davomlashtirdi. Biz dunyoga o'zimiz uchun to'lganmi? Savutib muallimmi, puli ko'p odam edi. Nemishqa pulini rahat parag'atga xajlamadi? Nemishqa bizdek bir chiroyli qiz bilan bir umr rahat turmush kechirishni o'ylabmi qo'ymadi? A'lachu, bilamsan, u mudir, namunichi, hatto boshliq bo'la oladi. Lekin bilib turib, bozor yo'q. Düşmeni köp işini tanlab oldi. Bir ömür klassik edebiyatimizni tadqiq qilishni maqsad qilib oldi. U o'z emgagi bilan xalqimizning jasoratlik, aqlliq, irodalik, jangovar xalq ekanligini isbotlamoqchi. Shuning uchun u dushmanlik, shuning uchun xo'rlanayotdi, shuning uchun baxtsiz. Sana bu tarbiya 5 qo'lda qo'yan, bilib turib sen Allahni qiynayotsan. Bilib turib ashundaq bir odamga yor yurak bo'lishdan bosh tortyapsan. Rostdan aysam, sening bu ishingdan hamma odam norozi. Güzəlay Raziyaga qarshilik qilishga ojiz. Raziyaning gaplari haqiqat. Güzəlay haqiqat oldida beshamni qildigan beg'arazlardan emas. U nefis yog'ligi bilan ko'z yoshlarini surtib yig'lashga boshladi. Raziya amdi do'stining yumshagan ko'nglini eritmoqchi bo'lib, mung bilan so'zlashga boshladi. Hozir Hoshirmu alami ig'ir ruhiy besim ostida. Bilamsan, Hoshirni Noyining boshliqligidan qoldirdi. Alamu xizmatini butunlay chekinib, diqqat bo'lib ketish uchun yezda uy selvatdim. Endi uning maoshim yo'q. Kunduzi nomimizga nomerga ishlab, kechasi ilmiy tadqiqot bilan shug'ullanmoqchi. Ularga qattiq zarba berildi. Ularning ömürlük planları ta'siriga uchradi. Lekin do'stlar qarab turg'ini yo'q. Bilamsan, Osman hozir Guangzhouda cho'ng boy ekan. Zulqumar bolalarni ilib oldiga ketdi. Osman Allahning ahvolini uqib, Hoshirga 10 ming so'm pul bilan xat avatibdi. Xatida Hoshir Allahni oxirgi nafsin qolg'uchi qo'g'da u nomerga ishlamasin, u ilmiy ishi bilan shug'ullansin. Uning yerga ishlab topilgan pulni men beraman. Bilib qo'y, Noyining eng yuqori taqsimot pulidan bir barobar ortiq haq to'layman debdi. Zulya akımı uni emgakka salmasdan barliq imkoniyat bilan o'z ishiga qo'ymoqchi. Tağda yaşaydigan, qasqir avuz deb laqimi bor bir odam 5 eg'iz uyga ketadigan yog'och toshni akilib bergan. Ular Allahga yeyizda ishlashga qulaylik doji selib bermoqchi. Hukumat fan tadqiqot ishlariga ko'ngil bo'lmagani bilan xalqimiz ko'ngil bo'ladi. Allahni qo'llayotgan yuzlagan odamlarning orasidan o'rin ol, jinim do'stim, men sana yilinay. Raziya qarang'i tushkicha Güzəlay bilan bilib bo'ldi. U Güzəlayni yumshtaldi. Lekin ertaldimi? Buni hukm qilmoq tez. U uyga kech qaytib keldi. Uyda Hoshir bilan Qurmash o'zlari zakuska rastlab aroq ichayotgan ekan. Namat degan hayvon, dedi Qurmash cho'qi bilan taqsidan go'sht elib etib, turmadan chiqibla Urumchiga minibdi. U cho'qim raqib bilan tepishidi. Raqib nima qilib etibdi? Bilamsan Hoshir? Lumuychuanning deyishicha, xizmati o'sibdi. Hozir bir idoraning muavin jujang ekan. Hukumat undaqlarni jazolamasa, o'zimiz jazolaymiz-ku, dedi Qurmash g'azab bilan rumkasini ko'tarib etib. Hamini bir o'lim. Ashundaqlarning qornini yerib etib, qo'rsqimni bo'shtib olib o'lsam, bu dunyoda yana nima armon qoldi deysan? Nima olaysan? Biz boshqalarga bo'zak bo'lg'ili yaralganmi ya? Nima? Seningcha biz dunyoga qisos elish uchun yaralganmi emsa? O'zing bir koni kommunist, texi rahbari, kadr davatgan gapingni qara.
Kommunist rahbar bo'lgan odam shundoq itoatchan bo'lishi lozim ekan. Biz yaxshilikni o'ylaymiz. Buningga javoban turmaga kiramiz, jazolanamiz, xo'rlanamiz. Raqibdagilarchu nagila borsa shumliq razillik qiladi, lekin o'saveradi. Kommunist bo'lgan odam shundoq haqiqatsizlikka paqirab qarab turishi lozimmi seningcha? Kurash murakkab, dedi Hoshir shivirlab, eg'ir bo'l adash. O'ylag'ina Ju Inlay Zunglini xotirlasancha qandoq jinoyat ko'rib turvatsan, buning uchun davlat rahbarlarini jazoladig'u. Raziya ularning gapini to'liq angladi. U Hoshirning bu xil paranglarni qilishni xohlamaydi. U o'z erining yurak yarasiga tuz bo'lib sepilgan gap so'zlardan to'liq ehtiyot qiladi. U uyga kirdi-da, ularning gapini uzib tashladi. Sizlarga xush xabar, dedi u xushallik bilan artistlardek uyda payqirab. Bugun toza ichanlar, toza xushal bo'linglar. Güzellay a'lo bilan yarashadigan bo'ldi. Hoshir xushallikdan Raziyaga og'zini yo'g'on ichib qarab turib qoldi. Uning romkisidagi haraq davulg'ib turadi. U birdilla qaqaqlab, silkinib kulib edi, qo'lidagi haraq romkidan davulg'ib to'kildi. Rast xushallikkan, ajoyib xushallikkan. Ichayli, qurmash bir mas bo'lg'ich ichib boqayli, qini amsa, yumqongni ko'ta, gaday yay. Chaqchaq bilan ikkisining yoshligida Xotanda ishlaganligini asga elib, Xotan talaffuzda so'zladi u. Xo'sha deb tovladi qurmashmi uningga javoban romkisini ko'tarib. Bir haftadan keyin ularnikiga Odila xo'shal holda kirib keldi. U chaqmaq raqtin plati yo'q kiygan, burunqidek yashirib qolgan edi. U Hoshir bilan erlardek qo'l ilishib ko'rishdi-da, qiyni xizmat, texi meni noyaga san'at o'mikiga artistlikqa oldigan kishi edi, dedi. Endi sizni kim nega xizmatga oladi deb qaqaqlab kuldi Hoshir uning javoban. Qo'rqmasangiz men bilan biliming yeziga tushib deqqan bo'lamiz. Har qanday naqsha eshitsingizmi, osmon bilan yer sizni jazolamaydi. Odila og'ziga tegmay yangiliklarni so'zlashga boshladi. Urumchidan bir cho'ng kishi kaptidek, Odila bilan Güzalayning naqshlarini lentag'abdidek, u kishi Güzalayni elib ketishga kaptidek. Güzalning Beyjingda birga o'qigan saboqdoshlari hozir muhim o'rinlarda ekan. Ulardan biri ulgulik teatrlarda rol ilishga Güzalayning to'liq loyiq ekanligini Urumchidagi boshliqlarga aytgan ekan. Boshliqlar buni cho'qim elib kelishni buyuribdidek. Güzalning adresini nerdan tepibdi deb so'radi Hoshir bir ishdan gumonlanib. Tang topqanda izlab so'rab, "Yo'q", dedi Hoshir qapqin turib. "Bu yerda boshqa bir gap bor." "Qanday gap bo'lmoqchidi? Komissionchi bilan heliqi kishi sizning hayvingizdan keyin texcha hushiga kelmadi. Ular hushiga kelmagani bilan qaltis tirilib, qiyg'itib yurgan yana bir bor emasmi? Odila, u hayot o'sgan. U cho'qim shuning yiroqda turib, Güzalayga salgan salmisi. Raqib degan itmi? Dedi Odila birdilla tamdak tatirib. Shundoq bo'lishi ehtimol. Güzalay ma'qul deydimi? Yo'q, u hech bo'lmasa chet elga chiqib dadam bilan opamni ko'rib kelaman deb oldirab menib yuriydi. A'lo bilan yarashishga rozi bo'pti. Rostmi Odila? Men shu ish bilan kelgan, dedi Odila birdilla yerga qarab. Uning oxirgi javobini aynan deb beray. O'ylab ko'ringlar, u shundoq deydi. Men Alani yaxshi ko'rganligim uchun uning bilan qayta yarashishni xohlamayman. Tushunishlik, dedi Hoshir xiyol bilan tamak o'rab. Oila sap muhabbatning dushmani. Men sap muhabbatni oila uchun qurbon qilmayman demoqchi ekanda, bu bir romantika, lekin 30 dan oshgan ayollarga romantika emas, amaliyot kerak edi. Oila muhabbatni ham xarob qiladi, ham tarbiyalab texmo kamolga yetkazdi. Bizning amaliyotimiz ikkinchi haqiqatni isbotladi. Bizning oilamiz osonga tushmadi. Lekin bu oila muhabbatni ko'ydirib kul qildigan o'choq bo'lmasdan tarbiyalab cho'ng qildigan bo'shik bo'lmoqda. U o'ylaydiki barang ostida u yoqdan bu yoqqa mengib yurib, Odilaga o'zining oila muhabbat to'g'risidagi qarashlarini tushunishlik misollar bilan tushuntirdi. Odila Hoshirni burun to'nigan bilan Hoshir to'g'ri xato tushunchada ekanligini bugun bildi. U burun Hoshirni so'g'uq, qo'pol, rahimsiz erlardan hisoblaydi. Lekin Hoshir muhabbat, oila to'g'risida Odila texi o'ylamgan inchki masalalarni biladi ekan. Uning hayot to'g'risidagi tushunchasi Odilaga qaraganda to'liq cho'nqur ekan. Men Güzalaydan qurbon berishni talab qilganda, hargizmi muhabbatning qurboni bo'lishni ko'zda tutgan emasman. Kasbiy havasni qurbon qilib bo'lsa-mu, A'lo bilan bir uyda bo'lishni orzu qilganman. A'lo bilan birga bo'lish uning sap muhabbati uchun foyda bo'lishiga ko'zi yetgan bo'lsa, biz uning fikriga hurmat bildiramiz.
Biz uning fikri o'zgarguncha kutamiz. Rost, a'loni yiroqdinla yaxshi ko'rishga bo'ladi. Nomiga, fazilatiga oshiq bo'lishga bo'ladi. Lekin bildi bo'lsangiz, rostla zerikishlik, bo'libmi go'zalaydek hissiyatli ayollar uningdan osonla zerikidi. U butun muhabbati, as-xiyolni o'z ishidan ayolga hargiz yetkazmaydi. Lekin go'zalay uningdan butun vujudi bilan o'zini yaxshi ko'rishni talab qiladi. U shunday qilganda o'zidagi o'tliq muhabbatga hayotdan javob olalaydi. Navoda go'zalaymi a'lo suygan ishqa muhabbat bog'lagan bo'lsa edi, misoli umu adabiyotni yoki tarixni o'z oshqidek yaxshi ko'rgan, shu ishdan lazzat olalaydigan bo'lsa edi, u chaqda bu oila muhabbatning bo'shiki, beg'i, gulzori bo'lib qolgan bo'lardi. Gap go'zalayning muhabbatga qo'ygan talabining yuqorligida, uningdagi muhabbat yolqinning kuchliligida. Adila do'stining tomtoq so'zini aynan yetkazgani bilan texi tushunmagan ekan. U Hashirning tushuntirishidan keyin do'stining nimani ko'zda tutganligini tushundi. U jimjit yuradigan xiyolchan do'stining yurak qalbini texi amdi tushundi. Kashqurun Raziya uyga xushal kirib keldi. "Qandaq?" dedi u Hashirga yosh qizlardek erkilib. "Adila xush xabar akeldimi?" "Akeldi", dedi Hashir Raziyaning nozik belini kuchli qo'llari bilan ching quchoqlab turib. "U bizga mazalik mevadan sovg'a akeldi. Lekin meva tex pishmagan. Pishmagan mevani oldirib uzib akelgan. Kerak yo'q, meva hamon pishidi. Hozir texi bahor, oldimizda yoz borgu texi." Xotima. Biz kichik mashinada ketyapmiz. Ana yer yeshil tun ichida. Koinot gulgiya, davrqay hidiga qongan. Təlki davundan arqanğa qarsang, rət-rət qarğaylar seni tizilib uzduvatqanda göründü. Mana təlki davandan açdıq. Sayram köli süzük asmanның parçası aldığımızda yeyilib yatmaqda. Mən 1976 yılının may ayıdan tartib, bugünkü 1979 yılının avgust ayıgacha bolğan 3 yıl 3 ay vaqtni Zulyanın beğiga yenidən silingan taxtayliq uyumda əsər yeziş və kən etizda işləş bilan ötküzüb, tüzük tala tüzgümü çıxmağanlığım üçün mənə bugünkü sayat tolumu köngülük tüyüldü. Mən kitap xaltısı bolğaşqa, özümni 41 yaşlıq qiran adam bolğunumğa qaramay, neçə əsər yaşagan münnəcəm buvay hesablayman. Oğlum Əli 10-cu sinifni tügütüb, qayta tərbiyə elişqi çıxqan. Mən qol elişib görüşüş ornuğa xuddi buvaydək onun peşansını silab qoydum. Qızım Dilara Mərkəzi Sənət İnstitutiga mangandımı, xuddi mumaylardək peşanısı söyген edim. Lekin mən texi qırmapdımən. Nimanca hayacanlımən, közlərimdə nimişqa hayacan yaşları quyuludu. Bu qiran çağlarım texi ötüb ketmegənlikinin belgisi emasmı? Sen qandaq oylaysan Aşır? Biz çarək əsir uxlab, əmdi uyğandıqmı, adaş? Yenimdə o'ltirgan Aşır manga yelimi uxlab atqandek bilindi. Mən onu oqudum. "Hey, naqşı aytqina, buningdan 22 yil burun mushu yerdan o'tganda sen naqşı başlagan emasmiding? Yoshlikqa bir qaytayli, aytqina adaş." Hashir manga qiypash qarab kulib qo'ydi. "Rost aytsan, adaş, biz chorak asr uxlab uyg'ondik." Germaniya shoiri Goethening mundaq bir so'zi bor. "Xatolikdan haqiqatga qaytish, tushdan uyg'onishga o'xshaydi. Tushimiz oxirlashganda uyg'ondiqmi yoki cho'chib uyg'ondiqmi? Sening oliy partiya maktabiga o'qishga menishing bilan mening Beyjingga ilmiy unvon uchun imtihon berishga menishim tushimizning davomi emasdi, adash? Yo'q, bu xatolardan qo'l uzib, haqiqatga qaytishimizning boshlanishi. Ishonching komilmi, adash? Sana kelgusining o'zi javob bersin." Hashir ikkimiz Ürümchiga xuddi yosh vaqtimizdagidek o'yin kulga, chaqchaq muhabbat bilan bir yarim kundala yetib keldik. Bahorning juduni, yozning to'mizi bo'lgandek, hayotlikdagi barliq xushalliqlarmi ko'ngilsizliklar bilan orlashib turadi ekan. Tuniga meni yangidan tadqiqot o'rniga ilmiy xodim sifatida qabul qilgan o'rin meni idoraning bir mas'uli bilan tanishtirdi. Oldimga zamonga loyiq kiyingan raqib kulib quchoq ichib chiqib keldi. Men adab yuzidala uning qo'lini tutib ko'rishdim. U hozir ilmiy tadqiqot o'rnida mas'ul xodim ekan. "Ilm fanning bahori", dedi u gazetdan yodlab olgan so'zni takrorlab. "Biz ilm fan xodimlariga illi qo'ynini ochmoqda, bilaman.
Siz a'la bu bahorda mo'l mevingiz bilan xalqimizga xizmat qilasiz. Men kechicha uxlay olmadim. Mehmonxonaning yumshoq karveti menga qattiq bilindi. Men bu bahordan bahramand bo'la olmagan ustozlarim Savitov, Ömer apandilarni eslab to'liq behram bo'ldim. Uning ustiga qo'llari haqiqiy ilm-fan ahlining qini bilan bulg'angan odamning ilm-fan bahordan bahramand bo'lishi meni to'liq azobladi. Men qanday qilay? Uning bilan bir umr kurash qilmanmi? Qolgan cheklik umrimni kurashga bag'ishlasam, ilmiy ishimni kim qiladi? Әдісі мен bu ishni Hoshirga aytdim. Hoshirmi xafa bo'ldi. U rahbarlarga aytmoqchi, uning bilan bo'lgan kurashni o'zi ustiga olmoqchi bo'ldi. Men uningga ma'qul bo'ldim. Qalbim ham xushallik, ham g'ashlik bilan to'ldi. Men aeroplan bilan Beyjingga yurib ketdim. Hayot meni oldidi, xo'rladi, oxirida bezladi. Lekin men hayotni oldamayman, xo'rlamayman. Uningga sadoqatim, saf qalbim bilan javob qaytaraman. A'laning oxirgi xotiralari bilan bu kitob oxirlashdi. Kitobxon so'raydim. Go'zallay A'la bilan yarashdimi? Osman xizmat o'rniga qaytib keldimi? Odila A'la nurlar xizmatga o'rinlashdimi? Hoshir rostila va'dasiga amal qilib, raqibdan intiqom olaldimi? Hayot o'z qonunini o'zgartmaydi. Poklik bilan razillik, go'zallik bilan vahshiylik, haqiqat bilan soxtalik mangu kurash qilaveradi. Hayotlik odamlarning taqdirini o'zgartirmaydi, lekin odamlar hayot qonuniyatlarini o'zgartirmaydi. Bu kitobdagi personajlar helimi yashmoqda, kulmoqda, yig'lamoqda, lekin bir ish o'zgarmadi. Odamlar hamon tirishmoqda, kurash qilmoqda. Ularning hammasi hayotni o'z o'rnini o'zgartirish qo'ydi. Shundoq bo'lganligi uchun hayotdagi biz tushunolmagan ishlarni kelgusidagi amaliyot bizga tushuntirib beradi. İzdeneyli, biz izdenguchi. 1985 yıldan 1987 yıllar Qashqar, Urumchi, Beyjing